doimo urushib, tortishib, do'q qilib yuradi, so'kib yuradi. Bir-biri bilan so'kishib, uyatli gaplarni aytib so'kishib yuradi 3 ga o'qigan bolalar, to'g'rimi? Men sizga psixolog sifatida aytyapman. 5 ga o'qigan bolalarda unaqa narsa yo'q. Ular kitobga berilgan, fizikaga, matematikaga berilgan, hattoki yomon gap aytishni bilmaydi. Mana menga ba'zilar aytadi, "Hokim-ku, nega og'zidan bodi chiqib, shodi chiqar, kiradi. Uyatli gaplar chaqirib so'kadi, tiqilib ketgan-ku mana. Uyatli gaplarni gapirib nima qiladi? So'kib gaplashadi hokim." Hali izoh yozayotganlar uchun gapiryapman. Sen qatdan bilasan, hokimni 3 ga o'qiganini borib tekshirib ko'rdingmi deyishingiz mumkin. Shunaqa izoh yozadiganlar yaxshilab eshitinglar meni. Distansion psixodiagnostika degan narsa bor. Kimki do'q qilib, so'kib, urushib, o'zbek leksikonidagi yomon so'zlarni aytib gapirdimi, u 2 dunyodan 4 baho olmagan. Olgan bo'lsa ham haligi otasi pora olib kelib qo'ydirgan bo'lishi mumkin. Chunki mantiq nazariyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, a'lochi bolalar maktabda a'loga o'qiganlar Navoiyni o'qigan, Fuzulini o'qigan, tarixni o'qigan, tushundingizmi? Geografiyani o'qigan, nimalar yaxshi baho o'qiganlar ilm kuchaygan sayin